Yuzinglar cho'tir bo'lib qolganmi? Ajinlar bosib, yuzinglarni yuganinglarda tortishib, achishib, og'riyapti, lekin kosmetolog xonasiga kela olmayapsizlarmi? Bo'lmasa uy sharoitida sizlarga zo'r retsept qoldiraman. Обязательно bu video bilan yaqinlaringlar bilan bo'lishinglar. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lish esinglardan chiqmasin. Yarimta limonga bir qoshiq kofe qo'shasizlar. Bittada antioksidanti zo'r bo'ladi, yuzinglarda dola ketadi, yuz namlanib, отёklaringlar ketadi. Yoniga bitta tuxum qo'shamiz. Обязательно желтока bilan belokini aralashtirib bitta kasha qilamiz. Bu bizda ajinlarni yoyib, ancha yuzda lifting beradi. Bu maskani toza yuzga surasizlar, 15 minut ushaysizlar, keyin bemalol makiyajinglarni qilib ko'chaga chiqishinglar mumkin. Farqini srazu bilasizlar bitta muolajada. Bir haftada 3 marta bu maskani ishlatsanglar, zo'r natijaga ega bo'lib, yuzinglar tortishmaydi, doladan qutulasizlar, mayda ajinlar yoyilib ketadi. Bu maskani ishlatib ko'rganinglardan keyin обязательно kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Va именно sizlar yuzingizda qanaqa muammo bor? Kommentariyada yozing. Keyingi videoni sizlarning muammoinglarni chiqarib, zo'r retsept tayyorlab qo'yaman.